Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Hammaga yaxshi-ku. Mana ro'za Ramazon kunlari Xudo xolasa savdolanib ketib, mana buni rakinalarni marg'ilonga tayyorlab qo'ydik. Erta choq ortamiz 5 tonna Isuzuga 2 qavatli displey qo'yib ortib beramiz. Всем хорошего дня, Рамадан продолжается. Мы приготовили 80 раковин для перганы. Завтра будем загружать. Будет конкретная отправка. Многие нас спрашивают, продолжается ли у нас акция. Акция продолжается. Мы решили ее продолжить за счет того, что идет священный месяц Рамадан. Ko'pchilik savol beryapti, aksiya davom etyapti. Biz to'xtatmoqchi deb Ramazon hisobiga biz shuni iltimosga qarab davom etkazamiz. Mana aytib turganimizdek, birinchi narxi 850 ming edi. Первая цена была 850 тысяч у нас. Keyingi biz tushirganimizdan keyin 750 ming bo'ldi. Следующее понижение 750 тысяч. Undan keyingi tushirganimiz 700 ming bo'ldi. Bu hammasi optimum narxlar. 700 тысяч третье понижение. Undan keyingi tushirganimiz 650 ming bo'ldi. Следующее понижение было 650 тысяч. И keyingisi 650 ming bo'ldi. Va oxirgi tushirishimiz iltimoslarga nisbatan mana 625 ming qolgan rakovina tanlab olib ketishlaringiz mumkin. Optimum narxlar. 10 tadan baland rakovina optimum hisoblanadi. И вот последняя акция у нас идет 625 тысяч. Любой раковин можете выбрать. Это оптовая цена. Всех вас ждем. Торопитесь приобрести. Hammadan kutib qolamiz. Aksiya tugashiga oz qoldi. Shoshiling. Yaxshi kun.